Men ham ko'pchilik zamonaviy qorilar singari Misr qiroat maktabidan ta'sirlanganman. Xususan Shayx Abdulbosit, Shayx Muhammad Siddiq Al-Minshaviy, Shayx Husari, Shayx Mustafa Ismoil va Mahmud Ali Al-Banna kabi buyuk qorilarning uslubidan o'rganganman. Tajvid qoidalarini mukammal bilgan va ovoz nazoratida mohir har qanday qori bu ulug' ustozlardan biridan ta'sirlangan bo'ladi. Ularning qiroati biz uchun tajvid va qiroat uslubining asosiy manbasi hisoblanadi. Men ham eng avval Shayx Abdulbosit uslubidan o'rganib, keyin Shayx Minshaviy va boshqa qorilarni taqlid qildim. Hali ham qiroatda ularning uslublariga amal qilaman. Masalan, Shayx Minshaviyning tartil uslubini o'zimga moslab o'qisam, shunchaki kichik bir o'zgarish bilan Shayx Abdulbositning uslubiga o'tib ketishim mumkin.